Meni sekinroq gapiring bunaqa gaplarni. Telefon qilib bera olmayman. Menda telefon yo'q. Ishxonada telefonni olib qo'yishadi kirganda. Lekin mana bunga yozib bering, xohlasangiz. Yozib beraymi? Aha. Bu yerda qila olmayman, lekin ishxonadan chiqqanda telefon qila olaman. Hartugura. Nima deb aytishim kerak? Mana. Yusuf akam yaxshimilar, yo'qmilar? O'zlariga keldilarmi, yo'qmi bilib bersangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Voy tavba. Unaqa yig'lamang deng. Bilib berasiz, ishondim. Ha. Faqat 3 ta shartim bor. Bajarsangiz, Yusuf akangizdan xabar bor, bo'lmasa yo'q. Roziman. Birinchisi, ovqatni vaqtida to'yib yeysiz. Ikkinchisi, mana bu vitaminlarning hammasini yeb qo'yasiz. Uchinchisi, ko'zlaringiz boshqa yig'lamasin. Yig'laganingiz bilan ish bitmaydi. Xafa bo'lmang boshqa. Hal qilamiz. Iltimos. Yordam beraman deyapman-ku. Iltimos. Hozir nima dedim? Hozir men nima dedim? Yig'lamang, xo'p? Xo'p. Kelishdikmi? Boshqa Faqat- yig'lamang. Yordam bersangiz bo'ldi. Bitta tishlaychi olmani. Qani yeychi, men ko'raychi. Qani, tishlang. Bo'lar ekan-u. Siz esa asosiysi asabiylashmang, xo'p? Ana. Shirinligingizni qarang. Men ketdim. Yana kelaman, xo'p? Kelasiz. Ha, faqat mana buni yeb qo'ying, Xo'p, xo'p? xo'p. Bularni olib kelganimni hech kim bilmasin. Xo'p, bekitib qo'ying.